ham elektrodda ishlatsanglar bo'ladi, ham kempi. Dva v одном. Narxi 960 ming so'm. Buni ishlashini ko'ringlar. Mana nechilik elektrod ko'ryapsizlarmi? 4 mi 5 mi? Kommentda shuni yozib ketasizlar. 4 mi 5 mi? Ishlashini ko'ryapsizlarmi? 960 minglik apparat. Endi kempiga o'tkazamiz. Kempiga o'tkaz. Bunisini ulab olasan. Plus minus ulab qo'yasan. Ana. Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Ana. Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Buni hoppa. Mana apparatimiz. Albert 5 kilolik sim ham ketadi bunga. Dva v одном. Mana. Kempi ham bo'ladi, oddiy elektrod ham ishlaydi. Narxi 960 mingga arziydimi yo'qmi? Fikringlarni yozib ketasizlar. Do'konimizda xohlasanglar 4 million, 5 millionga ham, 10 millionga ham svarka bor, lekin uyga cho'nchak bopi mana shu apparat bor. Bundan ham arzon variantlar bor. $35 ga oddiy elektrodda ishlaydigan variant ham bor. Ko'rasizlar.